Biz bular hammasini yeganmiz. Har yangi yilda bir xillik. Alviya, buterbrodlar va yana alviya. Bo'ldi, yetar. Bu yil biz yangisini tayyorlaymiz. Vazifa oddiy. Rozmetov alpomish va yangi pishloqli asl farhodni olamiz. Va eng noodatiy, lekin mazali yangi yil dasturini tayyorlaymiz. Alpomishga mandarin qo'shib yesak-chi? Qo'y, qadriyatlarni buzmaylik. Barchamiz tayyor. Sen nima, dizaynermisan? Bu esa mazali, pishloqli, asl farhod kesmalari. Buni mazali ekanligini his qilyapman. Xulosa qanday? Rozmetov alpomish va yangi pishloqli asl farhod kolbasalari bo'lsa, hammasi o'xshaydi. Yangi yilingiz bilan eksperiment qilishdan qo'rqmang. Agar dasturxonda Rozmetov kolbasasi bo'lsa.